Xotan İslam hökumətinin Maliye Vəziri Muhammed Qasım Damolla Həsrəti, yetilgen alim, talantlıq şair Muhammed Qasım Damollam ilmi təxəllusi Həsrəti, Muhammed Sıdıq İbni Əmin Qari Ələm Axunum Qaraqaşның oğlu bulup, boğusi Əmin Qari Ələm Axunum Qaraqaşı aynı zamandaki Xotanның dağlıq ölümalardan bulup, o kişinin qolida yüzlegen taliplar o'qib yetişip çıqqan edi. Əmin Qari Ələm Axunum 1860 yıllardaki Xotan Habibullah Xan hakimiyeti ve 1870 yıllardaki Bedevlet hakimiyeti mezgilideki G'olliq mötüverlerden bolğaşqa, Zozungtangның sadık xadimi Liu Jintangның devride qattiq taqibga elinib, medresesi pechetlangan edi. Şu vəcidin Əmin Qari Ələm Axunum kiçik oğlu Muhammed Sıdıqni billa elib, öz bilan billa təqdirdaş Təcəlli Həzrətinin yeniğe köçüp ketken. Keyinçe vaziyet azraq yaxşılanğandan keyin Ələm Axunum Xotan şəhəriga qaytib kelib, axırqı ömrünü davamlıq o'qituş ve davet işleri bilan o'tkazgan. 20. asrning beshida u orzuluq o'g'li Muhammed Sıdıqni hozirgi Xotan nahiyasiga qarashliq Yengovat yezisining Jag'lig'a kentidagi bir do'stining qizi bilan o'ylab qo'ygan. Bu xotinlardan Muhammed Qasım Damollam Həsrəti tug'ilgan. Muhammed Qasım Damollam Xotanning dağlıq Qaraqaş daryosi bo'yiga joylashgan Jag'lig'a kentida 1907 yılı dunyoga kelgan. U oldi bilan ona taraf cho'ng onasi Nabira xonimning tarbiyasida bo'lib, keyin 7 yoshida Qaraqashga qaytirib kelinib, Qaraqashdagi dağlıq diniy maktab bo'lmish Oyvaq madrasasiga o'qishga berilgan. Bu jarayonda u dağlıq tasavvuf piri Ali Merdan Hazret degan kishining ta'siri bilan tasavvuf ideyasining ta'siriga ma'lum darajada uchirgan. Keyincha u o'z yurtini tashlab Qashqarga chiqib ketgan. Azizani Qashqarga kelgandan keyin u Qashqar koni shahardagi Chaharsu madrasasiga o'rinlashib, shu davrning eng atoqliq olimlaridan Mahmud Axun Damollam, Hashim Axun Damollam, Shamsiddin Damollamlarning qo'lida o'qib, diniy ilm o'rgangan. Qashqardagi madrasada Abdulg'ani Axun Damollam ve Muhammed Emin Bug'raning kichik inisi Amir Nur Ahmad Xon bilan savaqdosh bo'lib billa o'qigan. Uning she'riy ijodiyati mushu jarayonda boshlangan bo'lib, u buningga Amir Nur Ahmad Xonning ta'sir ko'rsatganligini, she'r ilmini savaqdoshi Nur Ahmad Xondan o'rganganligini mundaq yozgan. Manga rahbar idi her ishda ol yor, anыңdın hasıl ettim ilmi eş'ar. Yaş şair Qashqarda o'qiyotgan yillari Uyghur Milliy Azatlık hareketinin aldınqı Qatardaki vekillerinden merhum Muhammed Emin Bug'ra 1922 yılı o'qish bitirib, Qaraqash Oyvaq madrasasiga muddaris bo'lgandan keyin bir tarafdan taliplarni tarbiyalab yetishtirsa, yana bir tarafdan o'z xalqining taqdiridan qayg'urib, vatanni qutqizib, xalqni ozod qilishning yo'lini izlagan. Bu ulug' maqsadga yetish uchun yosh shoir oldi bilan Sharqiy Turkistonning har qaysi shaharlarini aylanib chiqqan va o'xshash fikrdagi kishilar bilan tanishib, fikr almashtirgan va maslahatlashgan. Bo'libmi G'uljida atoqliq diniy olim va siyosiy arbob Sobit Damollam bilan tanishib, bu kishi bilan ma'lum masalalarda o'rtaq fikrga ve ortak qarorga kelgan. Natijada maslahat berib Muhammed Emin Bug'ra Xotanga, Sobit Damollam chetelga qarab yo'lga chiqqan. Muhammed Emin Bug'ra Xotanga yetib kelibla tashkilot qurish ishiga kirishgan ve ma'lum hozirliklarni bitirgan. 1932 yılı 9. aydan başlap Muhammed Emin Bug'ra tashkilot qurish ishini boshlab o'tgan. Bu arada Sobit Damollammi kelishim bo'yicha chet eldan Udul Xotanga kelib Muhammed Emin Bug'ra bilan uchrashgan.
puxta tayyorliklar bitgandan keyin 1933-yili 1-oyning 2-kuni tashkilot a'zolari vakillar majlisi echib Qarqashning eng cho'ng o'liması Muhammad Niyoz Alam Oxunimni Milliy inqilobiy tashkilotga qabul qilib, shu yili 2-oyda 68 azmat bilan Qarqashni ozod qilib, keyingi bir oy ichida chaqiliqdan yakangacha bo'lgan Uyg'ur yurtlarini ozod qilib, shu yili 4-oyda Xotan islom hukumatini qurib chiqqan. 8-aprel kuni inqilobchilar Muhammad Alam Oxunimni hukmdor qilib saylab, hamma uningga bay'at qilgan. Muhammad Emin Bug'ra bosh qo'mondon bo'lib, butun harbiy va siyosiy ishlarni boshqarishni o'z ustiga olib, askariy kuchlarni tashkillash, urush planini tuzish, qurollantirish qatorliq ishlarni ijro qilishga mas'ul bo'lgan. Sabit Damullam bo'lsa, bosh maslahatchi, diniy ishlar peshvosi, ya'ni Shayxul Islom ham ma'arif, adliya va tashviqot ishlariga mas'ul bo'lgan. Muhammad Qosim Damullam Qarqashda milliy ozodlik harakati boshlanganligini anglab, Qashqardagi o'qishni to'xtatib, darhol Qarqashga yetib kelib, Muhammad Emin Hazratim Sabit Damullam, Sibg'atullah Mavlavi, Muhammad Niyoz Alam Oxunim, Shah Mansur va Savog'dishi Amir Soyib Nur Ahmad xonlarning sepiga qo'shilib, aktiv holda kurashga ishtirok qilgan va Xotan islom hukumatining moliya vaziri bo'lib, hukumatning butun kirim-chiqim ishlarini boshqargan. Bu hukumat 1934-yili Tungallar tarafidan qonliq bostirilib, shu yili 7-oyning oxirlari Muhammad Emin Bug'ra Hindistonga hijrat qilganiga qadar hokimiyat yurgizgan. Shu yili 8-oyda Muhammad Qosim Damullammi Muhammad Emin Bug'ra bilan vatandan ayrilib, 9-oyning 22-kuni Kashmirga kelgan. Shu kundan boshlab shoirning sargardonlik hayoti boshlangan. Kashmirga kelgandan keyin Uyg'ur muhojirlar 1939-yili Turkiston muhojirlar jamiyatini qurib, uning raisligiga Muhammad Qosim Damullam saylanib, butun sharqiy Turkistonlik muhojirlarning ishiga mas'ul bo'lib, kech-kunduz xalqning xizmati bilan mashg'ul bo'lgan. Bu jamiyat sharqiy Turkistonlik muhojirlarning ishini tashkillik va tartiblik elib berishda muhim rol o'ynagan. Muhammad Qosim Damullam jamiyatdagi vazifasini ado qilgandan sirtida atigan oqshomlari jamoatga Qur'oni Karim va hadis shariflardan vaz tabligh, amr ma'ruf qilib bergan hamda 1943-yili Muhammad Emin Bug'ra bu tuproqdan ayrilganga qadar Muhammad Emin Bug'ra bilan birga harakat qilgan. 1950-yili Muhammad Emin Bug'ra bilan Saudiya Arabistonga berib haj qilib, 1939-yili vafot bo'lgan sabdishi Muhammad Niyoz Alam Oxunimning qabrisini yo'qlab, u yerdan Misrga berib ziyoratda bo'lib, ya'ni shu yil ichida Kashmirga qaytib kelgan. Shoir bu mezgilda o'zining vatanga bo'lgan saf muhabbati, xolis e'tiqodini kuylab ko'plagan she'r qasidalarni yozib, Nijot yo'li degan kitobni tuzib chiqqan va marhum Muhammad Emin Bug'raning Sharqiy Turkiston tarixining keyingi qismi Sharqiy Turkiston milliy inqilob tarixini nashr qildirgan. 1968-yili u Saudiya Arabistonga berib, 2 yilga yaqin turib, haj qilib, yana Kashmirga qaytib kelgan. U Kashmirda yana 9 yil turgandan keyin Saudiya Arabiston orqali Turkiyaga kelib, Aysa Yusuf Aliptekin apandi bilan İstanbul'daki Sharqiy Turkiston nashriyat markazida vatan da'vosi bilan mashg'ul bo'lgan. 1982-yili Saudiya Arabistonga kelib o'rinlashgan. Muhammad Qosim Damullam sargardonlik hayotida yozgan she'r qasidalarini to'plab Nijot yo'li degan ism bilan birinchi qitim 1951-yili Kashmirda, ikkinchi qitim 1981-yili İstanbul'da o'z xarajati bilan bostirib tarqatgan. Bu kitob 2000-yili İstanbul'da yangi qiyofat bilan qayta nashr qilingan.
Muhammed Qasım Damollamning 1940-yillari Kashmirda o'z qo'li bilan yozgan Farzul Ayin nomli namoz masalalariga bag'ishlangan kichik hajmli kitobi Kashmir, Shanxay, İstanbul va Saudiya Arabistonlarda qayta nashr qilingan va Xotanda uzun yil diniy o'qishliq kitobi bo'lib kelgan. Muhammed Qasım Damollam Arab, Faris, Ordu tillarini pishiq bilsimu, ammo barcha kitoblarini o'zining ona tili bo'lgan sap Uyg'ur tilida yozgan. Muhammed Qasım Damollam vatandan ayrilib, uzun yil sargardonlikda o'tgan. Vatansizlikning dardini yetkichi tortgan kishi bo'lib, asoratdagi insonlarning har qancha rohat farog'atda yashag'anidan, hattoki Qarundek boy bo'lib ketganidimu, vatansiz millatning baldurroq o'lib, yer ostiga kirib ketganining texmi afzal ekanligini o'zi asoratda bo'lsa-mu, barg'i qanoat qilib, shukrvozlikni tashabbus qilguvchilarning xinim mijoz kishilar ekanligini munda xulosalagan. O'lim yaxshi asorat ostida izzatda bo'lgandin va yo bog'u chimanlar ichira ko'p rohatda bo'lgandin va yo mahbubalar quchog'ida ishratda bo'lgandin, Qarun kabi dunyo tepib sarvatda bo'lgandin, muhannaslarga kopigar bo'lsa osh ila nallar. Atoqliq diniy olim, jamoat arbobi va peshqadam inqilobchi Muhammed Qasım Damollam hasrati eng oxirgi sabdishi Muhammed Qasım hojining 1984-yili Ramzonda Karachi shahrida vafot bo'lganligini anglagandan keyin tan salomatligi biroqli yomonlashib, Hijriya 1405-yili Ramzonning 9-kuni seshanba, milodiya 1985-yili 5-oyning 28-kuni Saudiya Arabistonning Naif shahrida olamdan o'tib, Hazrati Ibn Abbas raziyallohu anhu qabristonligiga dafn qilingan.